Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom. Ham bugünkidek kunda qarindoshlarimizning ichida bir nechisi mushu Xitoy virusi bilan dunyodan ketdi. Vatanning ichida lagerlarda, turmalarda bu shu virusni davolamay bir-biriga yuqtirib, yana qanchalik qarindoshlarimiz o'lyapti. Qanchalik qarindoshlarimiz qiynashda o'lyapti. Qanchalik xalqimiz bizningki iç a'zolari setilib o'lyapti. Qanchalik xalqimiz Xitoy o'lkalariga so'rab, majburiy yoshlarimizni opirib, butun kasal taqovatga yani oldiga qo'yib, yo'qotib o'lyapti. Bundan biz bexabar. Bütün dünya hazır Xitoy virusining qirg'inchiligiga duch keldi. Xitoy hukumati yolg'iz bizni qirg'in qilmadi. Bizning nolimiz, bizning chaqirishlarimiz, bizning ko'z yoshlarimiz hozir dunyoga o'rtoqlashdi. Ko'chalarimiz qop-quruq qolgandi. Butun dunyoni Xitoy o'xshashlar biz bilan o'xshashlar ko'chalarini qop-quruq odammas qilyapti. Odamlarimiz untinsiz g'oyib bo'lib o'lgandi. Xitoy butun dunyoni ana shunday qo'yga tushirdi. Öylerimizдің дәрежелерден Uyghur халқы талаға қарап çıqanmağandı. Bugün bütün dünyanı Xitay uygu solab, derejesinden talağa qarab, təlmirib turduğan halatga tushirib qo'ydi. Xitay atomdunmu yuqori o'q bilan bütün dünyani xuddi Uyg'urni qirg'inchilik qilgandek genocide qirg'inchilik qilib bordi. Demek, muşundaq vaqtida Amerika, Avrupa, bütün dünya hazır Xitaydan 300 milyar pul төлem alımız. Sen bizge sağğan ziyalların üçün muşu iqtisadi ziyan ve qırğınçılıq ziyallar üçün sen төлem төлeysen dep bütün dünya Xitayni төлem töleşke qıstalatmaqda. İş bundaq asan tügep ketmeydi. Bununla da tügep ketmeydi. Bu төлem bundaq addi pul bilen tügep ketadigan төлem emas. Hem de biz şu dünyadaki devletler төлem төлüsün devatqanda biz nemiş qilimiz? Biz bu Şarkı Türkistan xuddi şu devletlerge oxşaş. Qazaqistan, Qırğızistan, Pakistan, Hindistonlardek biz mi devlet? Texim muş əsər içidişki devlet qurgan. Bizni bula qanunsuz besvagan. Aldıdı Gomindan, aqdı Gongsandan oxşaş. Bizning devletimiz elbette Xitoydan төлem talep qilish kerak. Men bunu hazır yezatıman. Qandaq төлem töleş kerakligini. Umum təşkilatlarının şununğa avaz qoşuşunu və imza qoyuşunu ümid qilib chiqaramay yaqında. Biz mi Birleşken Devletler Teşkilatı ve dünyaya sunuşumuz gerek bu tölemni. O qandaq төлem. Bu төлem Xitoy bizni shunda qirg'inchilik qildi. Bizga bergan va'dasi tutulmadi. Tinchlik bilan boshqaraman. O'zingning milliy kimligingga o'zing ega bo'lasan. Tiling, diniy e'tiqoding, territoriyangda o'z taqdiringni o'zing belgilaysan. Sening birinchi raising o'zing bo'ladi. Bizning Xitoylar faqat berib, sening vataningda ishchi xizmatchi bo'lib, vataningda bir mazgil kullatnib, u bu bo'g'icha hamkorlashadi. Şunun için avtonomiya, Şinjan Uyghur avtonomiyaga tinchlik bilan kelishimga kelganliginglar uchun deb bizning tinchlik kelishimga kelgan nati yuvash otalarimiz, liderlarimizning o'zimi kelmagandi. Besim bilan ularni aeroplanda o'ltirib etib, oqidan boshqa efendimlarni o'zining adamlarini ochiqib kelishimga qo'l qo'ydirib, vatanimizni soxtipazlik bilan tortib olgan. Bu vatan bizning Xitoyning emas, u hesap emas. U bitim hesap emas. U yolg'onchilik bilan bizning liderlarimizni o'ltirib o'tib qildi. Bizning liderlarimiz beribitimiz degani yo'q. Tinchlik suhbat o'tkazamiz dedi. Xo'sh, biz shuning uchun bir davlatning egisi biz. Biz Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriya, Uyg'uristonning
egisi biz. Biz şu devlet sübutimiz bilen biz mu Xitayni xalqaro sud ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda başka devletlerge o'xshash to'lam to'lashga chaqiriq qilishimiz kerak ve talab qilishimiz kerak. Birinchi Xitoy eng avval hozir qiladigan ishi barliq lagerdagi, turmadagi mahbuslarning hammasini jiddiy qo'yib o'tish kerak. Xitoy o'lkalariga kelganlarni hammasini vatanimizga qaytarib akilish kerak. Eng oldi bilan Xitoy hukumati darhol vatanimizdan chiqib ketadigan tayyorlikni qilib, vatanimizni ayni vaqtdagi o'zining va'dasi bo'yicha vatanimizdan chekinib chiqib, vatanimizni bizning qo'limizga topshirish, tinchlik bilan bizning qo'limizga topshirish kerak. Eng cho'ng to'lamning birinchisi davlatimizning qo'limizga qaytarib berishimiz kerak. Dünya mushu xalqaroninki to'lam talabining qatoriga Sharqiy Turkiston va Uyg'uristonni, Tibetni, Tayvanni, Mongoliyani, Shangangni o'zlariga qaytarib berishni dunyoning tinchligi uchun o'ttirg'a qo'yish kerak. Bo'libmi bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni mushunda qaytarib berishni dunyoning o'ttirg'a qo'yishni, mushu to'lamning qatoriga kirgizishini men talab qilib bir narsa yozyapman. Biz ve bütün dünyadaki teşkilatlar imza koyup bunu xalqaroga topshiramiz, Amerikaga topshiramiz, Turkiyaga topshiramiz, xalqaro sudlarga topshiramiz, Birleşken Devletler Teşkilatı'na topshiramiz. Bununla barliq teşkilatlar ideya jihatdan tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Bu to'lam Xitoy hukumati bizning necha trilliard hisoblab tugatkili bo'lmaydigan boyligimizni yo'qlab ketdi. Hesaplap tüyütüp boğulup olmaydıgan insanlarımızın, halkımızın, ballarımızın kırıp-kırgınçılık kırıp kömbetdi. Atom sınıkını bizden devletimizde ep verip, nurgun adamlarımızın rak kesal kılıp, boyları küçülüp, burun 2 metre turuduğan, 1 metre 80'ni boyu paka deydiğen, bizden Şark Türkistan'ın insanlarını, adamlarını hazır boylarını küçükleştirip, çıraylarını özgertirip, nurgun ziyankeşliklerini bizge keltirdi. Bizni qalaqlaştırdı. Tariximizni yo'qotdi, san'atimizni yo'qotdi, axloqimizni buzdi, xarakterimizni buzdi. Mushlarning hammasiga biz Xitoydan qildigan talablarimiz nihoyat ko'p. Lekin hozircha biz mushu Xitoy virusini o'zini, mushu Xitoy virusi ustida ib beradigan to'lamga biz dunyoga bizningki vatanimizdan qaytarib berishni, Xitoyning mushu to'lamning qatoriga kirgizishni talab qilib bir narsa yezib chiqamiz. Buningga barliq tashkilotlar yezyapmiz hozir, qo'l qo'yishga tayyorlik qilinglar. Mushuni biz bu tinchlik bilan vatanimizni qo'lga olishning birinchi bosqichi qilamiz demoqchiman. Hamda gapim nihoyat oddiy bo'lib qoldi. Yezib chiqqan vaqt nihoyat chiroyli yezildi. Tashkilotlar buni anglab, o'ylanib fikrimni hammanglar birlikte qo'l qo'yib, mushu bana sebep bilen hammamiz vatanimizni qaytarib olish uchun birlikte imza qo'ydigan bugungi mush imza bizni birlashtirishi mumkin. Mushu vatanni qaytarib oladigan, mustaqil qiladigan mushu imza Uyg'urlarning mustaqillik yadroliq bir kuchini maydonga chiqishi mumkin. Mening atrofimda Uyg'ur xalqini, vatanimiz Sharqiy Turkiston va Uyg'uristonni mustaqil qilish uchun turayotgan yadroliq kuch va barliq ziyolilar va fidokorlar, o'lmoqlar va qahramonlar, tarixiy qahramonlarimiz, yoshlar, xonim qizlar, sizlarga rahmat. Men mushu mening atrofimda turib, mushundaq bir kuchni tayyorlayotganlar men bilan vatanni qaytarib olish uchun sap bo'lib atrofimda turayotgan qarindoshlarım, hammanglarning mayli burundan tatib mening atrofimda turayotgan, masalan, necha 10 odamlar bor, o'zinglar bilasizlar. Mayli Mamdi Binalar olsun, mayli Ümit Agay olsun, mayli Gulmira olsun, mayli Setim Türk olsun. Olmalarning ichida bor, hozir ismini oshkorlashni xohlamay, men bilan birlikda ish qilib tayyorlik qilayotganlar bor.
Şu qarindoshlarimiz bilan birga biz mana bizningki oldi bilan maqolani Turkiyaning ziyolilari e'lon qildi. Bir yadroliq kuchning chiqishi kerak ekanligini birinchi qadamni ular bosdi. Shu ziyolilarimizga biz chaqiriq ovoz qo'shimiz. Agar ular shu Olimjon Hidoyat va bizningki bu bolamizning ismini unutib qoldim. Balamızdan 5 keremlik balımız. Muşu ballarımızdaki ilan kılan ilanını ben okuğandıkım bək hoş oldum. Eğer aşla bir kuşunu tayarlayalsa biz onunla koşulumuz. Eğer bizge koşulsa biz koşuvalımız. Biz dünyadaki barlıq təşkilatlar bilen birlikte bu kıtım Şarkı Türkistan'ı müstakil kılıdığan vatanımızdan kolumuzga qaytırıp ekilediğan siyasetini dünyaya belgilep meydana çıkımız. Çıkıştan burun bunu muşu imzanı biz tayarlayımız.